قېرىنداشلار، Şərq Türkistan sürgünlük hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasına görüşlərini qızğın qarşı alırıq. Londonga joylashgan mustaqil sud kollegiyasi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb hukm qildi. Hamda Xi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoyning yuqori darajalik rahbarlarini irqiy qirg'inchilik jinoyatining asosliq mas'ullari deb aybladi. Sud kollegiyasi Xitoyning Sharq Turkistonda atalmış nüfusni a'lolashtirish siyosatini yurgizib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning nüfusini qasddan azaytganligini, Xi Jinping, Chen Quango va boshqa Xitoy kompartiya amaldorlarining asosliq mas'uliyatni ustiga olishi kerakligini, yuz bergan shaxsiy jinoiy qilmish, bosqinchilik yoki qiynash qatorliqlarning prezident va boshqalarning xabari yo'q sodir qilingan bo'lsa-mu, ammo ularning siyosati va nutqlarining natijasi ekanligini aytdi. Hukumatsiz mustaqil Uyg'ur sudi 2020-yili Angliyadagi xalqaro kishilik huquq advokati Nice tarafidan qurilgan. Sudning jazolash yoki ijro qilish huquqi yo'q. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga aloqador shikoyatlarimizni xalqaro adliya sudi, xalqaro jinoiy ishlash sud mahkamasiga o'xshash o'rinlarning qabul qilishi va Xitoy davlati Xitoy raisi Xi Jinpingni o'z ichiga olgan Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy amaldorlari ustidan tekshirish olib berib, javobgarlikqa tortishi kritik ahamiyatga ega dedi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti barliq Sharq Turkiston Uyg'ur tashkilotlarini, faoliyatchilarini, qo'llag'uvchilarni va diasporadagi Sharq Turkiston xalqini Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan 72 yillik ishg'oliyati, irqiy qirg'inchilik va mustamlikasiga motam tutish, qarshilik ko'rsatish uchun Washingtondagi Amerika Davlat ishlari mahkamasining oldida olib berilgan namoyishga qatnashishga chaqiriq qiladi. Vaqti 2021 yili 22 dekabr tushdan burun soat 11:30 dan tushdan keyin soat 1gacha. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti Amerikani Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga panohlik berishga, shundaqla Amerikani ahamiyatli, konkret amaliy harakat qo'llanib, Xitoyning Sharq Turkistonda davom qilayotgan mustamlikasi, irqiy qirg'inchiligi va ishg'oliyatini oxirlashtirishga chaqiriq qiladi. Amerika Avom palatasi Xitoyni ayblash va jazolash tadbirlarini ma'qulladi. Amerika Avom palatasi chorshanba kuni Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyati tufaylidan Beijing Olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilish qatorliqlarni o'z ichiga olgan 3 ayrim jazolash tadbirini ma'qullab, Xitoy va Xalqaro Olimpik komitetiga besim qildi. Bu qonun loyihasining biri Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerikaga kirgizilishini cheklashni asosiy maqsad qilgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasi bo'lib, bu birga qarshi 425 ovoz bilan ma'qullandi. Avom palatasining bayonotchisi Nancy Pelosi xonim savdo yoki iqtisodiy munosabat sababidan Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini ayblamaganda, dunyoning har qanday yerida yuz bergan kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi turishdagi barliq axloqiy huquqini yo'qotib qo'yganligini aytdi. Birga qarshi 427 ovoz bilan ma'qullangan qonun loyihasida Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat rasmiy ayblandi. Baydenni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tekshirish olib berishini talab qilishga chaqiriq qildi. Nolga qarshi 428 ovoz bilan ma'qullangan qonun loyihasi bo'lsa, Xalqaro Olimpik komitetini Xitoy amaldorining razil taklifini oshkora qilgandan keyin g'oyib qilib etilgan tennis top mahiri Peng Shuayning rasmiy o'rnini qonunlashtirishga chaqiriq qilish. Ayollar tennis top jamiyati Xitoydagi barliq musobaqalarni vaqtincha to'xtatgandan keyin Xalqaro Olimpik komiteti seshanba kundagi tunji axborot e'lon qilish yig'inida Peng Shuay to'g'risida so'ralgan nurg'ulg'an savollarga duch keldi. Kanada Bosh ministri Justin Trudeau Kanadaning Beijingda o'tkazilgan 2022 yillik qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasini diplomatik boykot qilganligini, federativ hukumat amaldorlarining bu o'yinga qatnashmaydiganligini, ammo tanargachilarning qatnashadiganligini jakarladi. U bir necha oydan beri ittifoqdoshlari bilan birlikda buni muzokara qilganligini, Xitoyning insoniyatga qarshi olib berayotgan jinoyatidan andish qilganligini aytib, tanargachilar Xitoyning xo'rlashi uchun badal to'lamasligi kerak. Ular bütün kuchi bilan davlatga vakillik qiladi. Kanada uchun oltin medal qozonadi dedi. Muhofizakor partiya rahbari Eran O'Tel Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligidan qattiq cho'chiganligini,
Ammo jafoliq mashq qilgan tanarkachilarning olimpik tantarbiya musobaqasiga qatnashishiga ruxsat qilmaslikning adolatsizlik bo'lganligini aytdi. Tashqi ishlar ministri Melania Jolie Uyg'urlar haqidagi ayblashlarga intayin ko'ngil bildiganligini, shunga Xitoyga kuchlik bir signal berishi kerakligini, bu hafta oxirida o'tkaziladigan G7 yig'iniga qatnashib, Fransiya va Germaniya qatorliq davlatlarni boykot qilishga chaqiriq qilganligini aytdi. Muhofizkor partiya a'zosi Michel Jomo Xitoyning suiiste'mollarining qattiq inkos qaytarishni talab qilganligini, boykot qilishning yetarli bo'lmaydiganligini aytdi. Amerika, Angliya, Avstraliya qatorliq davlatlar allburunla Xitoyga vakillar umiga avatmaydiganligini aytgan. Hindiston havo armiyasining tikuchar aeroplani chorshanba kuni Tamil Naduning Konur degan yerida qazoga uchragan bo'lib, 13 kishi hayotidan ayrilgan. Aeroplanda davlat mudofaa bosh shtabining boshlig'i Bipin Rawatmi bor bo'lib, uning ahvoli to'g'risida hech qanday uchur yo'q. Og'ir darajada ko'yib yaralangan 2 kishi doktorxonada qutqizib olingan. Sharq Turkiston surgundi hukumati biz Sharq Turkistonga vakolatan qo'shnimiz Hindistonning beshiga kelgan bu talaysizlikka qarata cho'nqur ta'ziyalarimizni bildiramiz. Yaralanganlarning salomatligining tezdan asliga kelishini tilaymiz. Hindistonning kuchli bo'lishini umid qilamiz dedi. Seni yaşatmaqdır sen üçün ölüşdün maqsad. Sana dağ tekkizmezmen min kere ölsem-mu. Gururdur, numustur, bayrak ve toprak. Zalimni küldürmeymen, qinim aqsımı. Deydi Türk yazgıcısı Necip Fazıl Qısakürek. İnsanның iki нәрсесі üçün həmmə nərsini pida qilishi zörür tepiladi. Biri vatan üçün, yana biri Allah üçün. Vatanimizni ishg'ol qildirmaslik yoki ishg'oldan qutqizish uchun bizga allaburun hamma narsamizni pido qilish zarur bo'lib bo'lgan. Toki vatanni mustaqil qilmoqcha bu pidokorlikning vaqti o'tib ketdi yoki texi vaqti emas deyish aqlga muvofiq kelmaydi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.